Hop. Bu yoqda ham ko'rishimiz mumkin. Adashmasam bu yerdan topolmadim. Uzr. Hop. Ya'ni men qanday qilyapman? Aytayotganimdek, mana bu 128, mana bu 64. Hop. Demak, mana bu ko'rayotganimiz 64, qolganlari 00. Demak, 64 qildim. Endi mana bu 128 midi? Demak, mana bu 128 qilaman buni. 192 168 0 128. Bunisi esa 128 plus 64 192 192 168 0 192. Ko'rayotgansiz, endi bizda 4 ta tarmoq hosil bo'ldi va 4 tasida har bittasida hop 255 ta 4 ga bo'lsangiz, demak, nechtadan bo'lishi chiqadi. Hop, ko'rayotgansiz, mana taqriban 60 bitta, har bittasida 60 bittadan host paydo bo'ladi. Ya'ni qayerdan? Mana ko'rayotgansiz, mana bu bitta tarmoq. Bu tarmog'imizda 192 168 00, bu 00 bu tarmoq va bizda oxirgi adres bu 63, bu esa broadcast hisoblanadi. Men qayerdan bildim desangiz, qarang. Hop, bu narsani aniqlash uchun qanday qilib oxirgi hostni aniqlaymiz desangiz, qarang. Mana bu narsa turibdi, to'g'rimi? Kelasiz. Demak, mana bu tarmoq qismida, mana bu. Endi siz hostlarni o'zgartirishingiz mumkin. Aytaylik, bu yoqda biz 6 ta bit turibdi. 6 tasini 1-1 qilsangiz, 1 1 1 1 1. Ya'ni mana bu narsani endi hisoblasangiz necha chiqadi? Buni hisoblasangiz 63 bo'ladi. Ya'ni qayerdan? Hop, birinchisi mana bu 1 1, bu 2 4 8 16 32. Endi bularni qo'shsangiz 16 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 qilsangiz bu 63 bo'ladi. Ya'ni bu yoqda standart 63 ko'rayotgansiz. Demak, oxirgi adres bu 63. Hop, xuddi shunday qolgan tarmoqlarni ham shunday kalkulate qilsangiz bo'ladi. Hop, aytaylik, mana bu IP adres bo'yicha, bu tarmoq bo'yicha, mana bu tarmoq bo'yicha to'xtalamiz. Bu tarmoqda yana olamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hop, buni oxirgi IP adres bu 11 11 11. Endi buni ham calculate qilsangiz, ya'ni hisoblab chiqsangiz, hop, biz mana bu bir-birlar o'zi 63 edi. 63 ga endi 64 ni qo'shasiz. 63 plus 64 bu 127. Demak, bu tarmoq uchun 160 192 168 0 64 bu tarmoq. Har doim aytganimdek, birinchisi bu tarmoq hisoblanadi va 192 168 0 127 bu broadcast adres. Ya'ni shu adresga jo'natsangiz, mana bu tarmoqda turib, mana bu IP adresga nimadir jo'natsangiz, bu barcha kompyuterlarga, tarmoqdagi barcha kompyuterlarga ma'lumot jo'natadi. Hop, o'ylaymanki, bu narsa juda ham tushunarli bo'ldi. Ya'ni tarmoqlarga bo'lish. Hop, aytganimdek, nega har bir sabni 2 manzil bor? Chunki bittasi bu tarmoq uchun, bittasi broadcast uchun ajratiladi. Hop, mana bu yerda amaliy topshiriqlar bor. Ularni o'zingiz qilib ko'ring. Hop, agar o'zingiz shularni o'zingiz qilib ko'rsangiz, subnetting tushunishingiz osonroq bo'ladi. Chunki ba'zilarga bu juda ham qiyindek tuyuladi boshida, chalkashliklar ko'p bo'lishi mumkin. Hop, o'zingiz qilib ko'rsangiz, yaxshigina o'zlashtira olasiz mavzuni. Hop. Mana ofis tarmoqlarida ham, mana bu yerda ham boshqa bizda masalalarimiz bor. Shularni ham qilib ko'rishingiz tavsiya qilinadi. Xo'p. Subnettingning oltin qoidalari. Birinchi qoida, subnet soni har doim 2 ning darajasi. Ya'ni 2 4 8 16 32 ko'rayotgan bo'lsangiz, biz bu yoqdan bitta olsak 2 ga bo'linadi, 2 tani olsak 4 ga bo'linadi, 3 ta olsak 8 ga bo'linadi, 4 ga olsak 16 ta bo'ladi. Ya'ni 2 ning darajasi. Nechta olsangiz, masalan, bitta olsangiz 2 ning birinchi darajasi,
ikkita olyapsiz, 2 ni ikkinchi darajasi. 3 ta olyapsiz, 2 ni uchinchi darajasi. 4 ta olyapsiz, 2 ni to'rtinchi darajasi. Ya'ni shunday qilib tarmoqlarga, subnetlarga bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi qoida, har bir subnetda 2 manzil band. Tarmoq manzili birinchi va broadcast manzili. Ya'ni aytganimizdek, har doim birinchi va oxirgi adreslar tarmoqda band bo'ladi. Uchinchi qoida, ko'proq subnet, kamroq host har birida. Bu doimiy muvozanat deyapti. Xo'p, to'rtinchi qoida, subnet mask prefix har bir narsani boshqacha yozish usuli. Ya'ni hop, bu ko'rinishda hozir ko'rib chiqamiz. Biz buni manimcha o'tmadik. Ya'ni subnet maskni ko'rmadik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda bizda mana bu tarmoq qismimiz edi. Endi tarmoq qismimiz bunday bo'lganligi sababli endi bizning subnet maskimiz har xil o'zgaradi. Xo'p, oldingi darslarda ko'rgandik, mana bunda ya'ni bunda subnet mask 255, 255, 255, 0 edi. Ya'ni qanday hisobladik desak, aytaylik, mana bu tarmoqda 192, 168, 00, 24 da mana bunday ko'rinishda bo'lardi. Hop. Tarmoq qismimiz mana bunday edi. Ya'ni mana bu qism tarmoq, mana bu qism esa host edi. Tarmoq qismimiz har doim mana shu bir-birlaridan iborat bo'ladi. Subnet maskda 11.111 111 111 111 va subnet mask 000, ya'ni mana shunday iborat bo'ladi. Ya'ni tarmoq qismi mana shumi? Demak, subnet mask mana shu ikkita joyni birga to'ldiradi. Endi siz mana buni tarmoqda 26 ga bo'ldingiz-ku, to'g'rimi? Nima qildingiz bunda? Endi bunda mana bunday ko'rinishda bo'ldi tarmog'imiz. Tarmoq binary ko'rinishi bu. Demak, mana bu birlab to'ladi va mana bu birni ham oladi. Chunki bu ham yana tarmoqqa qo'shildi. Endi buni subnetini hisoblasangiz qanday bo'ladi? Buni subneti endi bu 8 ta 1 255, bu ham 255, uchinchi ham 255, bunisi esa 128 plus 64 192 bo'ladi. Subnetingiz. Bu subnet mask hisoblanishi. Xo'p. O'ylaymanki, bu ham tushunarli bo'ldi. 5-qoida, subnetning manzillarini yaratmaydi. Mavjud manzillarni samarali taqsimlaydi. Xo'p, ya'ni qarang, biz yangi IP adres yaratmayapmiz. Biz shunchaki bizga berilgan tarmoqni bo'laklarga bo'lyapmiz. Bizga mana bu IP adres berildi. Xohlaganicha ishlat deyildi. Biz 255 ta tarmoqni ulab chiqsak bo'ladi. Lekin bu narsa juda ham yomon xavfsizlik jihatidan. Chunki hamma kompyuter bir-biriga ulangan, IT departament ham, buxgalteriya departament ham bir-biridan ma'lumot almashadi, bir-birining tarmog'iga kira oladi. Bu juda ham yomon xavfsizlik jihatdan. Shuning uchun biz nima qildik? Bizga berilgan tarmoqni samarali va xavfsizroq ishlatish maqsadida biz buni bo'laklarga bo'lib chiqdik. Ya'ni buxgalteriyaga alohida berdik, IT departamentiga alohida berdik va boshqa ishchilarga ham alohida, masalan, marketing bo'limiga ham alohida berib qo'ydik. Va biz bunda nima yutdik? Biz bunda xavfsizlik yutdik va tarmoqni trafikini kamaytirdik. Ya'ni bitta ma'lumotni jo'natsangiz, hamma tarmoqni 200 ta kompyuterga jo'natmaydi. Va biz bunda boshqaruvni o'z qo'limizga oldik. Ya'ni boshqaruvni osonlashtirdik. Ya'ni bo'limlarga bo'lib, bo'limlar uchun alohida qoidalar qilsak bo'ladi. Aytganimdek, har bir bo'lim alohida qoidaga muhtoj. Ya'ni hammasini birdek munosabatda bo'la olmaysiz har bir shu departamentlarga. Xo'p, demak, boshqaruv jihatidan bizga bu osonlik beradi. Xo'p, ya'ni biz hech qanaqa yangi IP adres yaratmayapmiz. Biz shunchaki bizga berilgan tarmoqlarni bo'laklarga bo'lyapmiz. Xo'p. Menimcha bu mavzu juda ham tushunarli bo'ldi. Xo'p, va qo'shimcha video materiallar ham bor. Bularni ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Hop, mana bu yerda ham
juda ham foydali videolar berilgan YouTube'da. The Bemalol subnet mask. This is how we create the qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Agarda savollaringiz bo'lsa yoki mavzu dars bo'yicha qandaydir savol, takliflar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin.